Assalomu alaykum diyorim turning qizg'in ko'rmanlari. Biz bugun dunyodagi ustuvchi muzey, azizani yurt, Uyg'ur madaniyati va Uyg'ur san'atining bo'shki bo'lgan Qashqar diyorida sizlar bilan suhbat bo'lyapmiz. Biz bugungi diyorim ekran orqali Qashqar viloyatlik rassomlar jamiyatining raisi, Qashqar Uyg'ur nashriyotining go'zal san'at muharriri, ko'zga ko'ringan yosh rassom Elshad Tursun apandi bilan suhbat bo'lamiz. Assalomu alaykum Elshad aka. Assalomu alaykum Dilshad. Biz bugun diyorim ekran orqali shunaqlamish hayit xosiyati bilan azizani yurt Qashqada siz bilan bir suhbat bo'lish fursatiga erishdik. Shu munosabat bilan sizga shunaqla sizning oilangizga xotirjamlik va ishlaringizga, kasblaringizga utuq tilaymiz va diyorim to'rini qo'llayotgan, diyorim to'rini ko'rayotgan barliq ko'rurmanlar nomidan sizga rahmatimizni aytamiz. Hayitimiz muborak bo'lsin. Sizdan bo'lsin. Assalomu alaykum diyorim to'rining ko'rurmanlari. Bugun Qurbayit munosabat bilan Dilshad bilan suhbatda bo'lganim bu ayt xursandman. Mush munosabat bilan diyorim ko'rurmanlarga o'zimningki san'at hayotim to'g'risida bir qancha so'z qilib beray. Men o'tir boshlang'ich maktabda Qashqar shahrida o'qidim. 1985-yili Qashqar Ispan maktabiningki go'zal san'at kasbini bitkizgandan keyin Qashqar Uyg'ur nashriyotininki go'zal san'at muharririga qabul qilindim. Shu vaqtdan buyon men shu qabul qilingandan buyon mush go'zal san'at tayyorligi maybiyoq ijodi bilan bo'layapman. Men ilgari kim bo'lib Şinjan san'at sho'yaninki maybiyoq kasbida, Sfanda sho'yaninki maybiyoq kasbida 4 yil bilim oshirdim. Bilim oshish orqali o'zimningki maybiyoq jihatdagi saviyamni uzluksiz o'stirib turdim. 1996-yilning yog'i maybiyoq ijodi bilan shug'ullandim. Undan burun kitob go'zal san'at tayyorlik bilan shug'ullangan. Men shu Şinjan san'at sho'yanda maybiyoq kasbida bilim oshirgandan keyin rasmiy maybiyoq ijodi bilan shug'ullanishga boshladim. Shu 10 yillik maybiyoq ijodi jarayonida bir qism asarlarni sizdim. Bara o'zimga xos bir yo'l tepish ustida izlanib, rangi olsun, rasm ifodalash olsun, shu to'g'rida izlanib o'taman. Men rasmiy dahi o'z oldimga rasm chizish uslubim shakllanmagan bo'lsa-mu, shu maybiyoq ijodi ustida ko'p izlanishlarni qildim. Men ilgari keyin bo'lib ikki qatim maybiyoq ko'rgazma o'tkazdim. Birinchi qatim 2007-yili kitobxonada No'ruz munosabati bilan ko'rgazma o'tkazgan. U ko'rgazmaning unumi nihoyatda yaxshi bo'lgan. Shuningdek keyin ko'rgazma ali menga go'zal asarlarimni ko'rgandan keyin nurg'un fikrlarni berdi. Ustozlarim bir qism ko'rarmanlar fikr bergandan keyin yana bir qatim o'zimda bir kasb ilgirlash yo'li ochildi deyishga bo'ldi. Bir yildan keyin 2008-yili Qashqardagi Yan qahvaxonasi taklif qildi. Shuning bilan u yerdan bir qatim maybiyoq ko'rgazma o'tkazdim. Shu jarayonlarda hamda o'zimningki shu sohaga mansubligimni men izchil maybiyoq rasm chizsam bo'lganligimni tonib ketdim. Va shu bultu tunji navbatlik yoshlar maybiyoq asar ko'rgazmasiga bir parcha asarim qo'yildi. Menga shu asarlarimning ichida vakil xarakterlik asar. Umi 3-darajalik mukofotga erishdi. Shu ko'rgazmalarni ko'rgandan keyin hamda bundan keyin qanday yo'lda rasm chizish yo'lda mansam bo'lganligimni his qildim. Ham shu yo'lda rasm chizyapman. Bayaq deb o'tganingizdek siz ikki qitim o'z oldingizga bir rassomlik ko'rgazmasi elib bordingiz. Bu qitim yana anglashimcha shu yangi yil munosabati bilan Qashqada yana bir qitimlik ko'rgazma o'tkazishga tayyorlik qilibsiz. Bu qitimqi yana yangi yil munosabati bilan elib bormoqchi bo'lgan rassomlik, ya'ni maybiyoq ko'rgazmangiz bilan oldingi ikki navbatlik ko'rgazmangizningki saviya va yoki boshqa farq jihat, boshqa sizilish uslub jihati va yoki boshqa farqlar bormi? Bu qitimqi ko'rgazmani uyushtirishga maqsad biz 10-oyda yillik aram ilishimni ilib 3 do'stimiz bilan 6 oy ziyorat rasm chizish faoliyati bo'lgan. Bu 20 kunlik rasm chizish jarayonida bir qism rasmlarni bir turkum rasmni chizib chiqdik. Bu qitim ko'rgazma mening bilan bo'lmasdan shu to'rtimizningki o'shaga borgan 4 aylanninki rasm ko'rgazmasi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bu qaysi 4 rassomning? Buningda Qashqar Yangsha Naistin Eli Ismoil, Yangsa Naistin Ma'rif darslaydigan Musajon va Qashqar 9-o'rta maktabniki go'zal san'at o'qituvchisi Dilmurod Tursun. Bu to'rtimiz hamda
20 gün hesapta ziyareti bulduk. Kanas'ta, Börçün Nais'te, Çingil Nais'te bir resim sızdık. Bu da körgenimizin ismi Altın Güz Altay Təsiratları temizli oldu. Bununla yana Kaşka'daki yan kahvehanası üstüge ilip bu körgezme ötküzüşüne şular teklif kıldı. Şu birinci ayın otları etrafında kılmakçı. Hazır ciddi tayyorluk kılıp atamiz. Resim uslubu cihat qaraganda bu meşk resim şesin deymiz hem. Böyle naq meydandan sılgan eserler asas. Bunda adet icadet emas. Resim uslubu cihatı burunqi resimlardan çoğ farqı var. Bu resimlarni matbuatda e'lon qilmadik. Körgezmede bütün Kaşka'daki ressamlarga, körmenlerge körüşüge sunmakçı. Elşadka, şu yakınki bir qancha yillardan beri Abdunum rayon ve memleket dercilik resim mayboyak eserler körgezmizde Qashqar ressamlari sızgan bir türküm mayboyak eserler nayet zor ta'sirga ve bahaga erişiyotidu. Yaxshi bahalarga erişiyotidu. Anlaşımızca yani yakında Qashqarda bir türküm zor yani kuchlik bo'lgan bir ressamlar qo'shini shaklini o'tibdi. Siz Qashqar viloyatlik ressamlar jamiyatining rais bo'lish tutdingiz bilan Qashqardagi mush yetilayotgan yosh bir turkum ressamlar qo'shiniga qanday qaraysiz? Qashqarda mayboyak resim chizgan ressamlar bir qadar ko'p. Güzelsinat shu yerlarda o'qigan ressamlarga nayt jiq. Hozircha Qashqarda bir qism yosh ressamlar maydonga keldi. Ularning asarlari mamlakat xarakterli ko'rgazmalarga qatnashib o'tdi. Masalan 2006-yılı Amerika'da ötküzülgen güzel sanat görgezmesi, mayboyak eser görgezmesiga Qashqardan köp ressamlarning asar qatnashdi. Onunğa birinci o'rta maktabning güzel sanat o'qituvchisi İli Yaqub, İli İsmail, Mehmet Sultan qatorliqlar Amerikada görgezmelarga berib ziyorat qildi, qatnashdi. Xili çoğ ta'sir qo'zg'adi. Mushundan Qashqardagi ressamlarning, yosh ressamlarning bir umidga to'lganligi, ularning asarlarininki ma'lum ta'sirining borligini darak berdi. Qashqar rassamchiligimizda burun dаңliq rassamlar o'tgan yurt. Masalan, G'ozi Ma'lim Qashqar diyorida tug'ilib cho'ng'igan shuning qatorliq bir muncha rassamlar bor. Şunun qarab Qashqardagi shu rassamlarninki yildizi cho'nqor deb qarayman. Qashqar rassamlarda cho'ng umid bor. Elshadka, biz yuqorida sizning san'at hayotingiz va mayboq ijodiyatingiz haqida, shundoqla sizningki bir qancha qitimliq rassamlik ko'rgazmalaringiz haqida paranglashdik. Ammo shu bir qancha yillardan beri sizningki mayboq asarlaringizdan boshqa har qaysi kitobxonlarda siz nashrga tayyorlagan, shundoqla siz nashr qildigan Uyg'ur uy bezakchiligi, Uyg'ur chalg'ulari, shundoqla Uyg'ur sirchilik texnikasini o'rnaklar, yog'ochchilik texnikasini o'rnaklar, shundoqla tomchilik texnikasini o'rnaklar qatorliq bir yurish 10 ga yaqin kitobni biz ko'rdik, kitobxonlarimiz shundoqla ko'rdi. Mushu qanday bir kuchning turtkisida o'zingizning kasbi bo'lgan rassamlikdan boshqa qo'shimcha yat bir boshqa bir sohada mushaq bir kitobni nashr qildirishni o'ylab qoldingiz? Men Qashqar Uyg'ur nashriyat güzel sanat müərrir buluş layılgın bilen nurgun cemiyetki kitapxonlarla yüz görüşmegen yeni timdeki kitaplarını planlaş, neşr kıldırış mesuliyetim var dep qarayman. Men muşu bir yürüyüş kitaplarını çıkarıştaki maksadım muşu Uygur timizda, Uygurlar medeni timizda nurgun eserler bayken cemiyetinde. Bu biz men yazıcı emas, men mayboq rassami dep o timlarni men qazmasam, nashr qildimisam, bu mendeki bir mas'uliyat dep qarab, men qildirish ashuna kitoblarni tuzish, yozish qaroriga kelib, bu kitoblarni yozdim. Asosiy yozishga maqsadim shu Uyg'urlardagi shu madaniyatni qizish nuqtasidan nashr qildim. Mesela ben bir neçe kitapını yazıştaki jaryanını sözlep berey. Mesela Uygur öy bezekçiliğine tünce kıtım neşr kıldım. Bu kitapta Uygur binakarlığı, Uygurların öy içinin bezekçilik asas kılgan mezmun asas. Ben bununla bir 6 yıl kitap yazıp tayyorlab qildim. Nurgun yalan surat attım. Bu kitapni yazishga boshlab hissiyotdan kelib chiqishi, menga
maybiyak resmi sizish üçün nurgun koçalarının, Uygur öylerinin örp adetini süret tatış doğru geldi. Biz material toplayımız. Şu süret tatış karasam Uygur öy bizekçiliğinin alaydıgının naiti, roşellikini his kıldım. Bu karasa şunda yaxşı bizelgende, mesela Kaşkay şehrini misal kalsak, şu sırttan karasa naiti veyrane, topa köröngen bilen, öyünün içi karasa şunda yaxşı bizelgen. Şunda hastık, çoğun toqta. Men şu muşta bir kitapını çıkarsam buldu eken degenini xiyal kıldım. Bir yaqtın üzeminin maybiyak resimsiz için material topladım. Bir yaqtın men şu Uygur öy bizekçiliğinin ki alaylıgi ba könüşlerini suret tatmandım. Mesela galaynoq men başta tatkan vaqtda spirallik aparat çıkmagan çağ. O çağda adetdeki lentilik aparatasını tatkan. Ken aşı vaqtam nurgun tarifler tattım hem de. Ken spirallik aparat meydan geldi. Bir kısım suretlerini spirallik aparat suret tattım. Men şunda bir hissiyat kep kaldım. Başta hem de aparat jojerlik lentilik aparatı suret tatkan çığımda lenti pulga sidip aldıgan gep. Onu mesela 10 kıttım tatkımız bolsa bazıda hem de sen az tatip kaldığı evallımı bolap kalıdı. Ken spirallik aparat payda oldu. O vaqtda biz korkmay tatımız suretini. Nadi jık bir körünüşüne net çıkpaydı. Kayıt taş oldu. Mesela bir öy kirip alsam bir net gün, bir gün vaqt geçti. Bir körünüş taş ayta vaqt geçti demdi. 6-7 yıl burun tatkan vaqtimda sel kem tatip kalgan bolsam, bazı bu alayıqni ufqanmay kalgan bolsam, ken 6 yıldan keyin yaxşı aparatlarımni qo'lam ilib basam, öydeki körünüş yok. Qanday yok degende zamanın taraqqilishi bilan yangi zamonga moslashishimizda qadimiy Uyg'urlarning an'anaviy öylerining shaklini yangi zamonga moslashtirib o'zgartib etgan. Onun naqashlari bo'lsin, shakllari bo'lsin, men ken tatqin chiganda ko'rgandan keyin o'zim turib ketib, men bu kitobni chiqarishni yaxshi o'ylabdim men. Men çokum şunu yaxshi chiqarishim kerak ekan degan qaror keldim. Qaror kelib rasmiy hamda vujudim bilan bu kitap chiqarishga tirishchilik ko'rsatdim. Men hamda o'zimni men maybiyak rassami, fotograf emasdim deb jursam, uni tarixni Uygur memarchiligini butun dunyoga namoyon qilmasam bo'lmaydi ekan. Men shu yaxshi yo'l tanlabman deb birinchi qatimda Uygur öy bizekçiliği kitobini menimcha yaxshi nashr qildim deb qaradim. Buningda nurg'un savalliklar bo'lishi mumkin. Menimcha yangi tema deb shu tutush qildim. Bunu chiqqandan keyin ikkinchi qatim Uygur çalgıları temasida bir eserni tayyorlashni idadan uyushtirdi. Bunu g'amnayat qizg'inlik bilan qabul qildim. Bu tema nayat yaxshi tema Uygur çalgıları deb. Ataqli kompozitor, professor To'sinjon akamiz bilan birlashib qildik. Chunki men Uygur çalgılarınınki tarihi, meydan kelishi, notlari, mesela tuzilish qatorliq jihatlarda men ancha bilmayman da, men yat bir kesib. Shuningdek, To'sinjon efendim bilan hamkorlashib men shu kitobni ro'yatga chiqardik. Shu kitobni yozish jarayonida men nurg'un yerlarga bordim. Masalan shu men daqiqlik çalgılarınınki alayligi xosligini chiqarish uchun bir necha viloyat atlab surat tatdik. Mush jihatdan hamda shu Uygur çalgılarını misal qildim. Mushta izlandik hamda. Keyin men Uygur tamchilari, sirchilari, yog'ochchi o'rnaklardan kitobni chiqarishga maqsadim. Nurg'un tamchilar, yog'ochchilar, sirchilar menga xabar qildi. Birinchi kitob sal 98 koy qimmatroq. Her kasblar bo'yicha bo'lib etsangiz, har kasblarnikini oson degan fikrlar bo'ldi. O'ylasam, u to'g'ri ekan. Shuning bilan burungi tatgan suratlarimga, ya'ni yangidan bir qator suratlarni tatib, o'sha kasb sohalar bo'yicha bo'lsin deb shu kitobni shundan chiqardim. Assalomu alaykum Dilmurod aka. Va alaykum assalom. Hayitingiz muborak bo'lsin. Rahmat, birga bo'lsin. Azizona yurt Qashqarda bugun yaxshi uchrashdik. Assalomu alaykum diyorim to'rbitining aziz ko'ruvchilari. Qurban hayitingizlarga muborak bo'lsin. Bugun ushbu Qurban hayitining xosiyati bilan
diyarımız Torbetideki Dilşat efendimler bilen aziz diyarımız Qashqarda yüz ko'rishganligimdan intayin xo'shal his qilaman. Bu qitimqi ko'rgazmaga qatnashtirmoqchi bo'lgan asarlaringizning oldin qitim o'z oldingizga o'tkazgan ko'rgazmangizdagi asarlardan farqi va alayliklar bormi? Bu tarafda endi azroq farqlarmi yo'q emas. Biz bu qitim Qashqardan Elshad Tursun, Eli İsmail Musajan qatorliq 4 rassam shu ko'zlik manzarani qo'g'lab Shimoliy Shinjongdan bir cho'gilab aylanib asar to'plab kelamiz degan niyatlarni chiqib ketib 20 kun atrofida cho'gilab aylanib keldik. Har qaysimizning kasbiy alayligimiz o'zimizga tushlik bag'alıq uchun o'zimizga tushlik yaxshi materialni to'plab keldik deb qarayman. Kelishimizga Yiyan qahvaxonasiniki taklif qilishi bilan biz oldimizda 4 kishilik ko'rgazma olib bormoqchi. Hani mening asarlarim hamda o'xshamaydigan bir yeri men kompyuter sızımçılıqdan ibaret mush kasbni go'zal san'atninki bir ma'lum bir turi qilib kirgizish o'yam bo'lganligi uchun bu ishlarni shug'ullatqani 6 yildan oshdi. 2006 yili o'tkazgan ko'rgazmam xili yomon emas bo'ldi. Boshqalarmi cho'nglarmi ko'rgandan keyin buningga o'zguchilik bir baholarni berdi. Endi men buningdan to'xtab qolsam bo'lmaydi. Şuna bunu texmi taraqqiy qildirish uchun mushu budaqi kuz manzarasi faoliyatiga qatnashib bular bilan birga chiqqan. Necha kun turish jarayonida bir-birimizni tushundik, yaxshi materiallarga ega bo'ldik. Undan asarlar chiqdi. Shuna burunqi asarlardan azroq farqi ko'rgazmadagi burunqi asarlarimdan farqi nima deganda burunqi asarlarim Janub Shinjongning asosiy kartinalarni, odamlarni, manzaralarini asos qilib chiqqan. Bu da Shimoliy Shinjongga biz berib boqmagan, uadagi biz ko'rib boqmagan turmush shakli, odatlari, anandan keyin manzaralari Janub Shinjongdan xeyli ondan farqlanadi ekan. Shuna bu qitimqi safardan olgan ta'sirotimiz bu o'zgacha yangicha chiqdi. To'plagan materiallarimiz-mi burunqa qaragan chaqda yaxshi ondan editlik chiqdi. Chunki biz o'zimiz xohlagan yerlarda qancha kun turishni xohlasak, shuncha kun turib o'zimiz xohlagan materiallarga ega bo'ldik. Demak, bu qitimqi safarimiz-mi o'zgacha yaxshi bo'ldi. To'plagan materiallarimiz, ko'rgan bilganlarimiz ko'p bo'ldi. Safarda rassamlar o'zaro bir-birimizning qiziqishini yaqin kelganligi uchun intayin ko'ngillik bek yaxshi ondan safarlar oldu. Bir-birimizni qo'llab, bir-birimizga ta'sirini ondan berib, yeteklab yenib keldik. Shunga o'tkazmoqchi bo'lgan ko'rgazmamiz cho'qim yaxshi ham o'zgacha bo'ldi deb qarayman. Qog'inini xalq ko'rgandan keyin o'zi baho bersa. Biz bugun yosh rassom Elshad Tursun shundaqla Qashqardagi Uyg'ur rassomlar bilan kengshada yaxshi suhbatlashdik. Diyorim to'r orqali barliq rassomlarimizning san'at ijodiyatiga utuq va mo'l usullik tilaymiz. Ularga salomatlik, xotirjamlik tilaymiz. Taqim ko'p yangiliklar davomli diyorim ekranida bo'ladi. Dehqonlar diyorimda bo'lsin. Xayr qo'sh.